Qo'qonda bitta bo'lishni xohlaysizmi? Hamma sharoitlari cho'tki, atrofida sizga nima kerak bo'lsa, hamma qulayliklari taq turgan joyda, azim shaharimizni kunda yuqoridan ko'rib yashashga nima deysiz? Undan ham zo'rini aytsam, yana shunchasini ustiga narxi ham sizni qoniqtiradi. Videoni oxirigacha ko'rishingizga arziydigan joy. 4 ta xonasi bor ekan, hammasi keng. Umumiy maydoni 98 metr kvadratni tashkil etar ekan. Qo'qonda bitta bo'lgan 9 etajli domning eng yuqorisida joylashgan ekan. Baland bo'lishiga qaramay, gaz, svet, suv, kanalizatsiyani tortib berishar ekan. Ishlab turgan liftlari ham bor. Demak, tepada yashashingiz faqat o'zingiz foydangizga ekan. Yana bir zo'r tomoni, bu uyda yashaganlar umli chiqib qolishdi. Balkon bor edi-yu, o'shani shunday bittasini oshxonaga, bittasini yotoqxonaga qo'shib olishgan ekan. Qarabsizki, hamma yo'q kenglik. Kvartirada turganingizni hech ham his qilmaysiz. Remont holati yaxshi, mebellari qolar ekan. Qolgan bitovoy texnika va elektronikalar chiqib ketar ekan, konditsioner orqali isitilar ekan. Narxini esa 26,5 ming kami bor deyishmoqda. So'ra, ekranda nomerlar berilgan. Tezroq bog'lanib oling. Manzil esa Qo'qon shahar, Abu Tayyib Xuqandiy ko'chasi, Charxiy 9 etajga. Qaysi tomondan qarasangiz, hamma yo'g'i mos tushadigan taklifni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Sotilib ketib, keyin armonda yurishmasin.